Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boladı balam, boladı. Ben sana hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun omoqlarimning qaysi cho'chakni anglag'usi borkin? To'xtanglar, men o'ylab baqaya. Bugun sizlarga qaysi cho'chakni aytib bersam bo'lar? Ha, topdim. Bugun men sizlarga Rossiya cho'chagi aqlliq dehqonni aytib beraymi? Amsa omoqlarimning qulqi menda bo'lsin-a? Rossiya cho'chagi aqlliq dehqon. Burungi zamonda bir dehqon o'tgan ekan. U har kuni tong suzilganda to yulduzlar jimirlig'icha etizdan beri kelmaydi ekan. Ammo u ishlaydigan yerning egasi katta bir boy ekan. Bir kuni dehqon etizlikda bir daraxt ko'tkini ko'labdi. Birdam ishlagandan keyin ko'rjiki nimigadir takkanda qipti. Dehqon yana bir oz ko'lagan ekan, biri hamyon chiqibdi. Ichib qarab baqsa, liqqida tilloqqa jilaqliq ekan. Voy, bu nima karomat? Dehqon ixtiyorsiz tovlib yetibdi. Umrida buncha ko'p tillarni ko'rib boqmagan dehqon donq etib turibla qolibdi. Qonun bo'yicha bo'lganda, bu yer boyning bo'lgandan keyin dehqon etizlik tepib olgan tillarning hammasini boyga topshirib berish kerak ekan. Lekin dehqon Bundoq bo'lsa pek adolatsizlik bo'ladi. Chunki 360 kun orom olmay shuncha ishlasam men yana intayin nomrod. Boyning bo'lsa nurg'un pullari bor. Uning ustiga bu hamyonni boyning ko'mib qo'yishi mumkin emas. Undoq bo'lgandan keyin kim tepib olsa shuniki bo'lishi kerak, deb o'ylabdi. Dehqon o'sharlik bilan atrofiga qarabdi. Chunki u ehtiyot qilmas bo'lmaydi-da. Agar boshqalar uning tuyuqsiz omad kelganligini bilib qolgudek bo'lsa, dehqonni falokat besish turgan gap. Dehqonni taliga yaqin atrofda hech kim ko'rmabdi. Bu ishda hech kimga, hatto ayolimga tinmasligim kerak, deb o'ylabdi dehqon. Uning ayoli mahallada donqobovi tildoq bo'lib, zodil ichida gap yotmaydi ekan. Dehqon to'li o'ylab, oxir bir amal tepibdi. U uyga qaytishdan burun tillarni o'chiblarning orasiga ko'mib qo'yibdi. Atiganda dehqon udul bozorga berib, bir necha tal yangi ham chiroyli qizil turut beliqi, bulka va bir to'shqon setib olibdi. U bozordan yinib, o'rmonlikqa beribdi. Tushdan keyin dehqon uyga qaytib kelib, ayoliga "Sevatni olgin, molga tagili borimiz", debdi. "Voy, ajab yaxshi bo'ldi", deb xushal bo'lib ketibdi ayoli. U bek amroq ekan. Ular o'rmonlikqa beribdi, bir chaqda oldida ketayotgan dehqon kayniga burilib tovlabdi. "Ay, chaqqon bu yoqqa kel." "Voy, nimaga oldirdisan? Bu yerda mo'go bekto'l ekan, terib olaychu." "Chaqqon bu yoqqa kel deyaptim, ey. Qarig'ina, bu yerda bir bolka darxi bor ekan." Ayol sevitini tashlab yugurib ketdi. Qorisa, rostila bir daraxtning shoxlarida bir muncha bolkalar sangillab turg'idek. Ayol ham hayron, ham xushal bo'libdi. Birdamdan keyin uning o'zi o'rmonlikdan bir tal chiroyli qizil turut beliqini tepib olib, texmi xushal bo'lib ketibdi. Dehqon qaqaqlab kulib, "Bugun bizning ta'limimiz kelgan kun bo'ldi. Kim biladi, biz oltin kumushmi tepib olamdiq dehi", debdi. Dehqonning ayoli og'zi besiqmay so'zlashni biladigan, kallasi oddiy, to'limi sada ayol ekan. Bir necha minutdan keyin ayol erining voqirg'ini anglabdi. "Ey, bu yoqqa qara. Men nimani tutib oldim? Bugun rostili ta'limimiz borganjimi? To'rg'i bir jon toshqon tushdi." Ayol erining yeniga yugurib beribdi. Qarasa, eri bir ko'ljakning ichida bir qo'lida beliq do'rini, bir qo'lida bir toshqonni tutgan holda kulib turg'idek.
ayol xushalliqida chavaqchilib etibdi. Dehqon hamyon yushirib qo'yilgan yerga yetib borganda cho'chigan ahingda to'g'labdi. Bu yerga qara, bu yerga. Bu yerda g'alati bir xolta turdi. Ichida nima borkina? Voy, o'zi kichik bo'g'ini bilan ajab beg'irkan. Voy xudoyim, hammasi tillakang'u. Dehqonning ayoli yiltirab turgan tillalarni silig'inicha bir ig'izmi gap qilolmay qoldi. Aziz dehqon ishligili etizliqqa mengibdi. U eshikdan chiqadigan chaqda Og'zingni cho'ng tutjuma. Tunagan kishilarni hargiz bir kimga tunma, ha. deb chekilabdi ayoliga. Shu kundan tortib dehqon har kun uydan ayrilgan chaqda ayoliga bu so'zni bir qitim topalaydi ekan. Lekin uzoq o'tmay butun kanitikilar dehqonning taliga kelib bir hamyon tilla tepib olganligini anglab ketibdi. Bu ishni boy anglab uning ichiga jin kiribdi. Shuning bilan u dehqon bilan uning ayolini uyga chaqirib so'roq qildi. Dehqonning ayoli daraxtning ustidagi bo'lka, cho'plikdagi qizil turut beliqi, yana eri ko'lchak to'rsilib tutgan tovushqon qatorliqlarning gapini qildi. Sen buningga nima deysan? Dabdo boy dehqonga hurpiyib. Voy, men nima deyalaydim? Ayolim shundoq gaplarni qilishga omroq. Dabdo dehqon do'sini qisib qo'yib. Boy dehqonning ayoliga vaqirabdi. Ey, deganlaring rostmi? Rost bo'lmaydi. Dehqon ilojsiz qolganda qiyofatda uning yonida turibdi. Boy albozi qattiq buzilgan holda ayolga qarab debdi. Bu gapcha sen bir maxfiy xazinni tepib olding, shundoqmi? Ha, tamamen to'g'ri, deb javob beribdi ayol. Sen haqiqatan baxtsizkansan. Menmi ham shundoq. Chunki mening ayolimmi shundoq. Debdi boy dehqonga. O'maqlarim, bu dehqon haqiqatan aqlliqkana? Sizlarchi dehqonning hamyonni tepib olib, egisini tepib, uningga topshirib bermay, o'zining qilvog'ini to'g'rimi, xatomi? Men bu cho'chakni sizlarning o'ylanishinglarga topshirib beray-a? Sizlar endi obdan o'ylab beqinglar. Dehqonning qilg'ini zodi to'g'rimi, xatomi? Kech bo'lib ketibdi, amis bugun baldir uxlanglar. Atimish vaqtda Dilala undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.